Qorasuvning Yangi Turmush qishlog'idagi yong'in zararlari hisoblanmoqda. Kecha O'sh oblasiga qarashli Qorasuv rayonidagi Yangi Turmush qishlog'ining Bensino ko'chasidagi uylar yongan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, birinchi uyning 64 kvadrat metr, ikkinchi uyning 200 kvadrat metr, uchinchi uyning 200 kvadrat metr tomi va to'rtinchi uyning 165 kvadrat metr tomi kuygan. Umumiy 4 uyning 629 kvadrat metr yog'och ustunli tunuka yopilgan tomlari kuygan. Yong'in elektr uskunalarini texnik foydalanishda qoidaning buzilishi sababli kelib chiqqan. Yong'in haqida ma'lumot soat 20:30 atrofida tushib, soat 21:20 atrofida cheklovga olingan. O'lkada yangi chop etilayotgan darsliklarda qirg'iz tili yangi metodika bilan o'rgatiladi. Ta'lim ministrining o'rinbosari Nadira Jusupbekova bildirishicha, davlat tilini o'qitishdagi usul bu vaqtgacha noto'g'ri tanlangan. Ta'kidlab o'tsak, rus sinflarida qirg'iz tilini o'rganish bolalarga og'ir bo'layotganidan ota-onalar shikoyat qilishgan. Tanqidlar o'qitish usulidan tortib o'quv qurollarigacha aytilgan. Joriy yilning mart-yanvar oylarida Qirg'izistonga o'tkazilgan pullarning hajmi 540,4 million dollarga yetdi. Bu haqda Milliy bankdan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilning 3 oyiga nisbatan ko'rsatkich 34,6 million dollarga ortgan. O'tkazilgan pullarning 90% Rossiyadan keladi. Keyingi o'rinda AQShda yashagan muhojirlar hisobidan o'tkazilgan pullar turadi. O'shdagi Dangi suvining ustiga dam olish maskani qurila boshladi. Bunday tashabbusni qo'lga olgan xususiy tadbirkor shahar yashovchilariga o'zgacha kayfiyat bag'ishlash istagida. Rejaga ko'ra, sharqirab oqayotgan suv ustiga maxsus so'rilar o'rnatilib, dam oluvchilar unga chiqib tabiatni tomosha qilsa bo'ladi. Lekin Qapchig'ay atrofidagi yashovchilar bunga ma'qul emas. Agar yuqoridagi rejalar amalga oshsa, suv bulg'anib, yashovchilarga salbiy ta'sir qiladi. Batafsil navbatdagi lavhada. Bu yerga yig'ilganlar to'siqlarni olib tashlab, maydonni dam olish joyi bo'lishiga qarshilik ko'rsatishmoqda. Bu yer To'laykan qishlog'ining Dangi Qapchig'ayi. Yerni 2016-yili Mirzaliyev Marat degan kishi GES qurish uchun 49 yilga qishloq hukumatidan ijaraga olgan. Uning o'rniga bunday qilib tijoriy yo'nalishda ishlatmoqda. Ayli hukumatdan sessiya olib, sessiyada qaralib, mizam cheginde 49 yilga arenda olgan yer. Aholini asosiy talabi yerni bo'shatib, suvni toza saqlab qolish. Sababi yashovchilar mana shu suvdan foydalanishadi. Agar maydon dam olish joyiga aylansa, kundalik foydalaniladigan ichimlik suvi ham bulg'anadi deya xavfsirashmoqda. Sası verip de suyun başında. Biz bu suyun başında oturup qancha milyondan kişi su içeriz buradan. Bu yerga kelgenden keyin bu yerda har xil kishilar keladi. Yaxshisi ham keladi, yomoni ham keladi. Alem bu kişiden çakırdık, bir neçe yol çakırdık. Aile hükümetke hayırlık, dokumentlerimiz var. Bir neçe instansiyalar hayırlık, hiç kanday reaksiya olmayacaktı. Alem bu yerge geldi, zona otuklar kuruş hareket kıldı. O günü bu yerge bir onda sörlerde alıp getirip zorla getirdik. To'laykan qishloq hukumati yer maydonidan shaxsiy manfaatlari uchun ishlatilayotganidan bexabar. GES qurish uchun ruxsat berilganini aytadi. GES qurilsa, GES'tin qatsansasi quriladi deb berilgan. Biroq bugungi kunda el cho'g'ilib hozir kommersiy bag'itda ish boshlandi degandan keldikda to'xtamini biz ko'rsatib elga tushuntirib berdik. Kommersiy bag'itda ishlatilish mumkin emas. Yashovchilarni xavfsiratayotgan yana bir masala daryo boshiga balandlikdan sakraydigan tramplin qurila boshlagan. Ma'lumotga ko'ra, mazkur yer davlat tomonidan himoya qilinadi. Shunga qaramay, bu yerga xavfli hisoblangan o'yinni qurilishi jamiyatda turli fikrlarni paydo qildi. Başım menen cevap verem, tamağım menen, kekirteğim menen cevap verem bulgasam. Allah'ın aldına kadar cevap Allah'ın aslında cevap verem. Ya sizlerin aslında da cevap verem. Men suudi bulgasam, odan mağlusmun. Xususiy tadbirkor tramplin qurish uchun hech qayerdan ruxsat olmagan. U faqat yoshlarga zamonaviy sharoit yaratishni maqsad qilganini aytadi. Bo'lgan ele tros. Tros, bul bet menen, bul bet ketken tros. Trosdan sekirgen adam absolutno suga da tiyeshesi yok. Bu rahat alçu, jashlardan talabi bugungi kunda dunyo yüzü boyunca. Eslatib o'tsak, To'laykan qishlog'idagi daryo suvidan mahalliy yashovchilardan tashqari Uchar, O'zg'ur va O'sh shahri yashovchilari ham foydalanishadi. Hilola Ashur va Mimoza Janibek qizi Beksultonabiyev, Intimoq.
Turkiya Qirg'iziston muftiyati tashkil qilgan iftorlik bo'yicha izoh berdi. Bu haqda Turkiyaning Tashqi ishlar ministrligining matbuot kotibi Hami Aksoy elchilikning rasmiy saytiga yozdi. Unda Qirg'iziston muftiyati tomonidan uyushtirilgan iftorga Turkiyada xavfli bo'lgan tashkilot yetakchisi bilan bir dasturxonga chaqirilishi noto'g'ri. Bu masala biz bilan do'st bo'lgan davlatlarning rasmiy hukumati emas, milliy jamoatchilik tashkilotlari ham e'tibor qaratishini istaymiz deb bildirgan. Eslatib o'tsak, Turkiyaning Qirg'izistondagi elchisi Cengiz Kamilfrat Qirg'iziston musulmonlari din boshqarmasi uyushtirgan iftorlikka Sapat bilim berish muassasasining sobiq rahbari Orhan Inan bilan birga chaqirilgan. Bunga Frat norozilik bildirib chiqib ketgani bo'yicha video internetga tarqagan. O'shda yosh nozirlar tanlovi bo'lib o'tdi. Unga O'sh oblastining 7 rayonidan kelgan jamoalar qatnashdi. Tanlovda bolalar yo'l qoidalarini saqlash bo'yicha ko'rinishlarni bajarishdi. 7 rayondan yig'ilgan jamoalar uchun sharoitlar yaratilgan. Tadbirning asosiy maqsadi yo'l halokatlarini oldini olish va yo'l qoidalarini bolalarga o'rgatish. O'sh oblasti bo'yicha yosh nozirlarning 8 jamoasi bor. Jamoalar orasidan saralab olinganlari bu vaqtgacha Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasida o'tgan yosh nozirlar orasidagi tanlovda birinchi o'rinni olishgan. Mazkur tanlov Fan va ta'lim ministrligi va Ichki ishlar ministrligining yo'l harakatini ta'minlash bo'limi tomonidan har yili o'tkaziladi. Бұл қару сынақ білім беру министрлігімен біргелікте Ішкі істер министрлігінің жол қиын қауіпсіздігін қамсыздау бөлімінің басқармалығымен біргелікте бұл сынақ жылда өтіп тұрады.